kreditimiz bor. Misol uchun 6 oy imtiyoz davri bilan 3 yilga beriladi. Uni 50% naqd. Fuqaro kassalar kelib o'z naqdini sotib ketadi. Keyin 312 produktimiz bor. O'sha imtiyozga to'liq foydalanmayotgan yoki yuridik shaxslar oxirgi 3 oydan 6 oygacha bo'lgan yuridik shaxslarga beradi. Bu yuridik shaxs tashkil etib beriladi. 100 ming so'mgacha garovsiz, 100 ming so'm, 300 ming so'mgacha garovli. 1 yil bo'lsa garov qo'yiladi. Tartib shunday. Sizlar mana shu kredit bilan avvalambor tanishib bilib olishingiz kerak. Bundan tashqari hamroh ayollarga beriladi. 20% bizda endi hamroh Biznes rivojlantirish bankidan onlayn ariza tashlanadi. Bu yerda sertifikat o'qiladi bir hafta. O'qigandan keyin hamroh 20% beriladi. Ayollarga. Misol uchun ayollar kelsa, tadbirkorlik qilmoqchiman desa, bir yakti yoki yuridik shaxs ochadi. Misol uchun MTJmi, oilaviy korxona ochib, ayollarga 20% beramiz. Yili qancha imtiyoz davri bor? Sizlarga aytadi. 6 yilga